o'z o'g'lining xiyonatiga uchragan podshoh. Tarix Abdulatifni padarkush deya la'natlagan. Biroq fojiani faqat ota-bola ziddiyatiga bog'lash asl haqiqatga ko'z yumishdir. Koinot sirlarini ochgan, yulduzlar harakatini aniq hisoblagan buyuk daho qanday qilib u saroydagi qora fitnani ko'ra olmadi? Ulug'bekning qatli oddiy taxt talashish emas, balki butun mintaqani zulmatga botirgan puxta o'ylangan to'ntarish edi. Aslida loyihasi 1449-yilning qonli qishiga qaytadi. Ulug'bekning eng katta xatosi u o'z zamonasidan 100 yillar oldinda yashadi. Uning davlatni ilm, fan va tafakkur asosida boshqarishi eski tuzum tarafdorlariga, xususan imtiyozlarini yo'qotayotgan harbiy amirlar va xurofotga botgan radikal ulamolarga qattiq zarba edi. Ular jamiyat ongiga zahar tomza boshlashdi va xalq orasida hukmdor kofirlar ilmi bilan ovora bo'lib shariatdan yuz o'girdi degan mish-mishlarni tarqatishdi. Soyadagi bu qushlarga davlatni yuksaltiruvchi daho emas, balki ipkari o'z qo'llarida bo'lgan qo'g'irchoq rahbar kerak edi. Hokimiyatga tashna va tajribasiz Abdulatif bu qabih o'yinning asosiy quroliga aylantirildi. Qurolli isyondan so'ng Ulug'bek mag'lub bo'ldi. Ammo o'sha shafqatsiz davrning yozilmagan qonunlarida ham farzandning o'z padari buzrukvor qonini to'qishi kechirib bo'lmas jinoyat sanalgan. Bu qabih xunrezlikni oqlash uchun fitnachilarga shar'iy bahona zarur edi. Shunda parda ortidagi o'yinchilar hal qiluvchi zarbani berdilar. Samarqand qozisi va ulamolari Ulug'bekni dinga xiyonatda ayblab, uning qonini to'qishni halol qiluvchi mash'um fatvoni e'lon qilishdi. O'g'il Abdulatif bu qonli hujjatga shunchaki muhr bosib berdi. Asl hukm esa allaqachon chiqarib bo'lingandi. Fitnachilar izni yo'qotishda beqiyos edilar. Podshohni qatl qilish uchun emas, go'yoki Makkaga ziyoratga jo'natish bahonasida saroydan olib chiqdilar. Qotillik uchun tasodifiy odam emas, balki vaqtida Ulug'bek tomonidan qatl etilgan Sulduz urug'iga mansub amirning o'g'li Abbos tanlandi. Ularning maqsadi ulkan davlat to'ntarishini oddiygina shaxsiy qasos o'laroq xalqqa ko'rsatish edi. Samarqand ostonasida, qahraton qish qamrovida, Sharqning eng yorqin tafakkur mash'alasi bir zarb bilan chilparchin bo'ldi. 1449-yilning 27-oktyabri o'sha kuni qor ustida faqat bir hukmdorning emas, balki butun Movoro nahridagi uyg'onish davrining ilm-fanning ruhi uzildi. Abdulatif la'natlandi. Hatto 6 oy o'tar-o'tmas uning o'zi ham o'ldirildi. Ammo haqiqiy qotillar fitnachi amirlar va jaholat peshvolari soyada qolib, butun mintaqa tepasiga keldilar. Mirzo Ulug'bek fojiasi bu shunchaki ota va o'g'il ziddiyati emas, yorug'lik ustidan g'alaba qozongan zulmatning ilk va eng mudhish qadami edi. Aslida biz o'sha kuni faqatgina podshohdan emas, buyuk kelajagimizdan ajralgan edik.